Intervyu yana keldi endi aka. Intervyu. Kelishib olib, uyushtirib. Primo ekanmizmi? Yo'q, kelishib oldik, gaplashib oldik xos. Qo'ysanglar-chi, uje hamma charchadi. Kelishib, uyushtirilgan Instagram to'ydi. Qanaqadir bir kutilmaganda kelib qoling. Assalomu alaykum jigarim. Nice'mi? Boshqa gap. Ona bilan chiqib keldim. Ona bo'ldi. Xo'p, siz yoshligingizni kim bo'lishni orzu qilgansiz? Va endi ko'pchilik bolalar orzusidek qizlarning ajali bo'lish, sochlarni tarab, Hozir kim bo'lib ishlayapsiz? trenirovka qildiraman. Qizlarni, bolalarni zalda fitness trenerman. Orzuligicha qolmabdi-da. Orzuligicha qolmaydi. Yuraverib tursa bas deydi. Bizga unaqa motivatsion so'zlar shart emas. Xudo xolasa bosaveramiz. Bir so'z bilan do'st kim? Sizni yo'q joyda orqangizdan gapirmaydigan, g'iybat qilmaydigan va o'sha kruvda siz haqingizdagi palaskatsiya qilayotgan do'stlaringizga qarshi bo'lmasa ham, hech bo'lmasa qo'shib yomonlamaydigan, g'iybat qilmaydigan bu haqiqiy do'st. Keyingisi menimcha Allohni eslatadigan ham do'st. Nima qilsangiz maza qilasiz? Nafas olsam maza qilaman, to'g'risi. Nice trenirovkalarni o'tsam, energiya bersam, odamlarga kayfiyat ulashsam, bu mazza. Bu prosta nice. Va Instagramim yurishdan ham maqsad shu. Chiqib olib, seryozni men unaqa qilinglar, bunaqa qilinglar, motivatsiya ber, u aql o'rgat. Bo'ldi. Endi ham odamlarni o'zi kredit, hayot, ish, ro'zg'or charchatib yubordi. Instagramga kirganda kayfiyat ko'tarilsin, ozgina sal chalg'isin. Erkak kishida qaysi mushsi qizlarga ko'proq yoqadi? Kichkina mushti yoqadi. Eng kichkina mushti. Yo'q. Hamma qizlarga yoqadi. Mo'la muhim emas. Kichkina nice ishlab tursa, damkrat ko'tarilib tursa bo'ldi. Oxirgi marta eng qimmatbaho nima podarka qildingiz? Bu nice podarka bo'ldi. Ikkita bo'ldi. Ikkita odamga podarka. Men tomonidan berilgan podarkalarda otamga navara podarka qildim. Xotinga farzand podarka qildim. O'zi kutayotgan, uzoq kutgan eng qimmatli menimcha sovg'a shu. Yoshlik yigitga o'z maslahat? Jiddiy javob beraman. Qarang. Bitta narsani ko'rdingiz, havas qilib, qarab turib, uni orzu qilmasdan, to'g'risi. Ana o'sha pauzani chetga surib turib, mehnat, o'zini ustida ishlash, bosib, nice kayfiyatda. Birovni hayoti, birovni ishiga burun suqmasdan, o'zingizni hayotingizni, o'zingizni isloh qilishga ajrating shu vaqtni. Boshqalarni hayotiga burun suqishga vaqt qolmaydi. O'shanda o'sha xohlayotgan maqsadlaringiz, orzularingizga tezroq yetasiz. Bu aniq.